Assalomu alaykum. Ekunlik avtomobil so'ragan akalarimiz uchun 3 ta qora ekunlik topib kelib qo'ydik. Bitta 22-yil, ikkita 23-yil kelgan. 22-yil 20 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Mashinamizga tumanli zashniy setka, orqalariga qalampir, paroylar qo'yib qo'yilgan. 4 ta eshigida shumkasi bor. Plus tonirovka разрешение. Apshikalarni ko'ringlar. Tiniq bo'lib turibdi. Ko'jalari ham matoviy bo'lib turibdi. Panorama люк, head-up display, обогрев сидения, полоса удержания, адаптированный курс-контроль. Ikkinchisi 2023-yil 23 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Tumanning zashniy setka, 4 yumshoq balon, tonirovka разрешенияsi bor. Yaxshi polilar solib qo'yilgan. Bunisi ham full pozitsiyada. Va uchinchisi 2023-yil 12 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Ozroq yurgan so'ragan akalarimiz uchun bemalol Cars Premium Motors avtomobiliga kelaveradi.